بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب إني وضعتها أنثى. Aytdiki, ey Robbim, men qiz bola tug'ib qo'ydim. وأرادت المرأة الصالحة أمرا وأراد الله أمرا. Soliha ayol bir ishni xohlabdi, Alloh taolo esa boshqa bir ishni xohlabdi. Vallohu a'lamu bi maslahati ibadihi. Alloh taolo esa bandalarini foydasini biluvchiroqdir. Yoki holbuki Alloh taolo bandalarini foydasini biluvchiroqdir. Hayda hiya talidu unsa. Qarasa u qiz tug'di. Fatahzanu lidalika, mana bunga mahzun bo'ladi. Va takhshaha al-ka'abatu, va g'am, qayg'u uni qurshab oladi. Walakinnal walidata lam takun ka kulli unsa. Lekin tug'ilgan mana shu valida degan mana shu qiz bola barcha ayollardek bo'lmadi. Balki kanat aqwa ala al-ibadati, ibodatga kuchliroq edi. Va a'la himmatan fi at-ta'ati wal khayrati min kathir min al-fityan. Va ko'plagan, mana nima deydi, ko'plagan yigitlardan ko'ra toatda va yaxshilikda himmatda oliyroq edi. Ya'ni himmati juda ham oliy edi boshqa yigitlarga qaraganda. Alloh taolo toati-yu yaxshiliklarda. Va idza qadarallohu li hikmatin ya'lamuha an takuna unsa. Qarasa Alloh taolo o'zi biladigan bir hikmat uchun ayol kishi bo'lishligini taqdir qilibdi. Va nubuwwatu la yattali'u bi a'ba'iha illa ar-rijalu. Aytayaptiki, nubuwwatni yuklarini faqatgina erkaklargina ko'tara oladi, qila oladi, bajara oladi. Chunki payg'ambar hech qachon ayol kishi bo'lishi mumkin emas. Payg'ambar illoki erkak kishi bo'ladi. Faqat qaddarallohu an takuna umman li nabiyyin solihin yakunu lahu sha'nun. Darhaqiqat Alloh taolo mana shu Maryam onamizni, mana shu tug'ilgan qizni tez orada uni sha'ni bo'ladigan ulug' bir amri ishi bo'ladigan solih payg'ambar uchun ona bo'lishligini Alloh taolo taqdir qildi. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Eslang ey Muhammad alayhisalom, Imronni ayoli aytdiki, ey Robbim, men qornimdagi narsani senga ozod holda nazr qildim. Qornimdagi narsani ozod qilgan holda nazr qildim. Fataqabbal minni, bas mendan uni qabul qilgin. Innaka antas samiul alim, albatta sen eshituvchi, biluvchi zotsan. Falamma wada'atha qalat robbi inni wada'tuha untha vallohu a'lamu bima wada'at. Qachonki tug'gach, ya'ni o'sha qo'ygach homilasini, wada'atha. Qalat, aytdiki, ey Robbim, men wada'tuha untha, uni homilani qiz bola qilib tug'ibman, ya'ni qiz bola tug'ibman dedi. Va holbuki Alloh taolo nima tuqqanligini biluvchiroqdir. Va laysa zakaru kal untha, va o'g'il bola qiz boladek emas. Va inni sammaytuha Maryama, va men uni Maryam deb nomladim deyapti. Va inni u'iduha bika va zurriyataha minash shaytonir rojim. Ya'ni mana shu Imronni ayoli aytayaptiki, men uni Maryam deb ism qo'ydim deyapti. Maryam deb ism qo'ydim. Va sendan unga, ya'ni mana shu Maryamga va uni zurriyatiga quvilgan shaytondan panoh berishligingni iltijo qilaman. U'iduha degani panoh berishingni so'rayman degani.